Assalomu alaykum hammaga. Navbatdagi tarozimizni servis xizmatiga keldik. Bundan 3 oy oldin Samarqand viloyati Urgut tumaniga 16 metrlik taroz qo'ygandik mana shu yerda. Urgut tumaniga ponni nima deydi? Propan balon tarqatishar ekan, propan zavodga qo'yib bergandik. Bu tarozimizni chaqmoq urib mana shu holatgacha yetkigan. Mana chaqmoq urgan joylar mana shunday qilib kraskasigacha kuydirib yoribdi. Mana 3 ta joydan katta chaqmoq urgan. Mana shu holatlar mana kraskasigacha kuydirib, mana shuncha zapchas musor hisobida chiqib ketyapti mana. Bu zapchaslarimiz chaqmoq nimasi ta'sirida kuyib ketgan. 10 ta zapchasdan 4 tasi kuyib ketibdi. Shu tarozimizni servislarni to'g'rilab berdik. Biz o'rnatib bergan tarozlarimizga nima deydi, tabiiy ofatlarga javob berilmaydi. Ya'ni chaqmoqlarga, katta tok kelishiga biz javob bermaymiz. Bu chaqmoqni ham hozir nimasini oldik, oldini oldik, bartaraf qildik. Chaqmoq urganda endi zapchaslarga zarar yetmay turgan holatda qilib berdik. Bu tarozimizda eni 3 metr, uzunligi 16 metr. Kimgadir shunaqa tarozlar yasash xizmati kerak bo'lsa aloqaga chiqishlari mumkin. Bizning manzil Namangan viloyati Pop tumani. 5 yil garantiyasi bilan o'rnatib, dastavkasi bilan metri $900 chiqadi. Hozirgi kunda tarozchilar ko'paygan. O'rnatib berib, sabab nima deydi? Aybni shu olgan odamga qo'yadi. Boshida taroz tanlovida adashib qolishyapti. Narxiga e'tibor berishyapti, sifat darajasiga e'tibor berishmaydi. Kimgadir shunaqa sifatli Turkiya tarozchilar xizmati kerak bo'lsa aloqaga chiqishlari mumkin. Biz manzil Namangan viloyati Pop tumani e'tiborlari uchun hammaga rahmat.